Bitcoin to'g'risida bir kishi Abdurahmon degan kishi ko'p gaplarni gapirib yurgan ekan. Menga bir ikki marta tashlashganda e'tibor bermagandim. Dubayga safarimizda yo'l-yo'lakay ko'rishib qoldik. Abdurahmon bilan va jonlini yoqmadim endi. Yaxshi madaniyat bilan kelib so'rashdi, o'zini tutib olgan, unaqangi shildir-shaldir gap yo'q. O'tirib gaplashdik. 3-4 ta savol berdim. Bitcoinni halol, Bitcoin anaqa, Bitcoin manaqa deyotgan odamlarni deyarli hammasi Bitcoin sistemasini biladi, bilsa. Uni shar'iy hukmini bilmaydi, shariatni bilmaydi. U yoq bu yoqdan qaysidir domlaga o'xshagan domla deb o'zini nomlab olgan odamni gapini ko'tarib olib, mana fatvo bor deb yuribdi xolos. Buni isbotlab berdim, Abdurahmonga ham aytib berdim. Dubayda ko'rishamiz dedikda, men vaqtim bo'lmadi. Meni bir ikki marta mehmonga chaqirdi, yaxshi bola ekan. Lekin internetda yuzma-yuz ko'rishmasdan orqadan turib olib ming'ir-sing'ir qiladigan odamlarni ko'pida yuzma-yuz ko'rishganingizda o'sha duh yo'qolib qoladi. Chunki yuzma-yuz ko'rishganda, ko'zma-ko'z ko'rishib turganingizda dalillar gapiradi. Dalillar. Unda haypajorlik ketmaydi. Internetdan tashqarida, tabiiy real hayotda dalil bilan gaplash kerak.